Burun operatsiyasiga puli bo'lmagan Anna tasodifan qo'shnisining eshigi yonida mukammal qiyofa deb yozilgan sirli posilkani ko'rib qoladi va uni yashirincha o'z uyiga olib ketadi. Posilkani ochganda esa undan o'zi orzu qilgan mukammal sun'iy burunni topadi va qiziqishdan darhol uni o'z yuziga qo'yib ko'radi. U idealdagi burunga ega bo'ladi. Ertasiga qiz ko'z ko'rib, quloq eshitmagan darajada go'zalga aylanib, hammaning diqqat markazida bo'ladi. Go'zallikka to'ymagan Anna o'sha kechasi yana bir posilkani o'g'irlaydi. Bu safargi qutidan esa tirik inson ko'zi chiqadi. U kecha qilgan ishini yana takrorlaydi va ko'z Annaning yuzida o'zinikiday turadi. Anna o'zining yangi qiyofasiga mahliyo bo'lib turgan bir vaqtda eshik ortida uni o'ldirish uchun poylab turgan qo'shnisi bo'ladi. Aslida esa o'sha posilkalar aynan shu qizil kiyimli ayolga tegishli edi va u o'z narsalarini qaytarib olish uchun kelgandi. Xo'sh, endi bu ayol Annadan o'z a'zolarini qanday qaytarib oladi? Buni filmni tomosha qilib bilib olishingiz mumkin. Film nomi La'natlanganlar va siz bu filmni yuqori sifatda Ria Play platformasida tomosha qilishingiz mumkin.